Chimildiqni bilamiz, muqaddas joy. Er-xotin birinchi kechada nimalarni gaplashish kerak birinchi kechada? Chimildiqdanmi? Keling, yaxshi savol berdingiz. Shu chimildiqdagi bitta narsani o'zgartiraylik. Chimildiqda bilasizmi, erkak kishi ko'p talablar qo'yadi xotiniga. Ularga o'rgatayotgan odamdan ham ko'p talab qo'yadi. Meni hurmat qilasan, ota-onamni hurmat qilasan, aka-ukalarni hurmat qilasan, keyin men sendan rozi bo'laman. Erkak kishi bitta ko'proq gapiradi chimildiqda. Endi shuni buzib tashlaylik. O'rniga nima qilaylik? Xuddi shu savolni ayol kishi bersa neriga? Nima dedim? Begim, men sizdan nimani kutyapsiz? Men siz uchun nima sharoitni beray? Siz mendan nima kutyapsizki, ayting, men o'shani bajo keltiray, siz mendan rozi bo'ling desak. Ko'ryapsizmi? Bu yerda bitta narsa. Birinchi kechada ham majburiyat yuklanyaptimi? Yaxshi emas. Majburlangan narsa bo'lmasligi ham mumkin. Ba'zi bir tarbiyali qiz olib ketishi mumkin buni, lekin majburlansa yaxshi emas. Buni taklif bilan ayol kishi bersa, erkak kishi bunga o'z taklifini bildirsa, keyin go'zal bo'ladi. Keyin aytsa erkak kishi, ota-onamni rozi qiling, aka-ukalarni hurmat qiling, keyin men sizdan rozi bo'laman desa, xo'p bo'ladi. Birinchi kechadan kirib, meni hurmat qilasan, ota-onamni hurmat qilasan, aka-ukamni hurmat qilasan desa, u bitta u kibr yo'l qo'ymaslik mumkin chora. Menimcha hech qaysi qiz bu savolni bermaydi. Shuning uchun aytyapman-da. Bunaqa deyish uchun yaxshi tarbiya olgan bo'lish kerak. Ota-onalar mana shu yerda ishlash kerak. Ko'rasizmi qanday go'zal. Begim, men siz uchun nima qilsam, siz mendan rozi bo'lasiz desa, keyin erkak kishi rozi bo'ladigan amallarni sanab bersa, birinchi kecha ham go'zal bo'ladi.